Tafsiri muyassar. Baqara surasi. 2. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alloh haqiqatni bayon qilish uchun oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, mayli pasha va chivinga o'xshash eng oddiy va eng kichik narsa bo'lsin, uni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Alloh bu misollarni ba'zi kishilar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarning naqadar ojiz maxluqot ekanligini ularga bildirib qo'yish uchun keltirgan bo'lib, mu'minlar Allohning mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, qandoqli bir narsani misol qilib keltirishida albatta bir hikmat bor ekanligini biladi. Ammo kofirlar masxira qilib, Alloh bundoq oddiy hasharatlarni misol keltirib nima qilmoqchikina deyishidi. Alloh ularga radiya berib, bundoq narsalarni misol keltirishdan maqsad sinash, mu'minlarni kofirlardan ayirish uchun ekanligini bayon qiladi. Şoňa Allah bu misal orqali uni masxara qilgan nurg'un kishilarni haqiqatdan yiroqlashtirib etadi. Yana nurg'un kishilarning iymonini, hidoyatini ziyoda qiladi va kuchaytiradi. Allah hech kimga uvol qilmaydi. Chunki Allah o'zining itoatidan chiqqan odamlarni haqiqatdan yiroqlashtirib etadi. Allah o'zining birligiga e'tiqod qilish va o'ziga itoat qilish haqida ahd olgan, ondan payg'ambarlarni avatish, kitoblarni nozil qilish orqali bu ahdini ta'kidlagandan keyin ahdini buzadigan, tuqqanchilikqa o'xshash Alloh davomlashtirishga buyurgan ishlarni uzib qo'yish va yer yuzida buzg'unchilik terish orqali Allohga osiylik qiladigan odamlarga kelsak, ana shular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Ey mushriklar, sizlar qandoqsiga Allohning birligini inkor qilasizlar? Allohning sheriki yo'qligiga, Allohning sheriki yo'qligiga o'zingizlarda keskin dalil isbotlar bor turuqliq, sizlar qandoqmi ibodatda Allohga maxluqotni sherik qilib olasizlar? Sizlar aslida yo'q edinglar. Alloh sizlarni yo'qdan yaratib, sizlarga hayotlik ato qildi. Ondan yana ajlinglar to'shqan chaqda jininglarni oladi. Ondan qiyomat kuni sizlarni yana tirildiradi. Ondan sizlar amalinglardan hisob berish uchun Allohning huzuriga chiqarilasizlar. Allah ziminda sizlar foydalanayotgan ne'matlarning hammasini sizlar uchun o'zi yolg'iz yaratgan. Ondan osmonlarni yaratishga yuzlanib, uni nuqsonsiz 7 osmon qilib yaratgan zotdir. Allah har narsani bilib turguchidir. Uning ilmi, bilishi maxluqotning hammasini o'z ichiga oladi. Ey payg'ambar, kishilarga Rabbingning o'z vaqtida farishtalarga degan so'zini bayon qilib bergin. Rabbing, men yer yuzida bir-birining izini besib yer yuziniovat qiladigan bir qavmni yarataman deganda farishtalar, ey Rabbimiz, sening yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, nohaq qon to'kadigan ashu qavmni yaratishingning hikmati va hojati nima? Buni bizga bildirgan bo'lsangkan. Chunki biz amringga itoat qilamiz, seni o'zingga loyiq ravishda ulug'lab, sana tasbih aytamiz. Sana hamd sano aytamiz va seni barliq isl sifatlaring bilan madihiyalaymiz dedi. Alloh ularga, men ularni yaratishda haqiqatan sizlar bilmagan hikmatlarni bilaman dedi. Alloh Odam alayhisalomning farishtalarda bo'lmagan ortiqchiligini o'ttirga chiqarish uchun uningga shay'larning hammasining ismlarini o'rgatdi. Ondan ismlari atalgan shay'larni farishtalarga ko'rsatib turib, ularga sizlar yer yuzida o'rin bosarlik qilishda biz ulardan afzal degan gumoninglarda rostchil bo'lsanglar, qani bu mavjudotlarning ismlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, ey Rabbimiz, seni barcha nuqsonlardan albatta pok deb e'tiqod qilamiz. Biz faqat sen bizga bildirganlarni bilamiz. Haqiqatan sen maxluqotingning hamma ishlarini bilib turg'uchisan. Barliq tadbirlaringda hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. Alloh, ey odam, ularga o'zlari deb berilmagan shu narsalarning ismlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning ismlarini aytib berganda Alloh farishtalarga, men sizlarga osmonlarda va zaminda sizlar bilmaydigan narsani haqiqatan bilib turaman, hamda sizlarning oshkor qilgan va yushirin qilgan ishinglarni bilib turaman degan emasmidim dedi. Ey payg'ambar, insonlarga Allohning odamni qanday hurmatlaganligini bayon qilib bergin. O'z vaqtida Alloh farishtalarga odamni hurmatlash va uning ustunligini namoyon qilish uchun uningga sajda qilinglar degan edi. Farishtalarning hammasi sajda qildi. Faqatli iblis qalbidagi kibr va hasad sababidan odamga hasad qilib, uningga sajda qilishdan bosh tortdi. Shuning bilan u Allohni inkor qiluvchilardan va uning amriga osiylik qiluvchilardan bo'lib ketdi. Alloh odamga dedi: Ey odam, sen va ayoling Havvo jannatda birga turg'in.
Jannatda sizlar xohlagan joylarda yurib, uning mevalaridan keng tashoyanglar. Gunoh ma'siyatga tushib qilib, Allohning amriga osiylik qiluvchilardan bo'lib qolmasliklaringlar uchun bu daraxtga yaqinlashmanglar. Shayton ularga vasvas qilib tiyildirdi-da, ular u daraxtning mevasini yeb tashladi. Shuning bilan shayton ularning jannatdan chiqarilishiga va uning ne'matlaridan mahrum qilishiga sabab bo'ldi. Alloh ularga, ya'ni Odamga, Havvoga, Iblisga sizlar bir-biringlar bilan dushmanlashgan holda jannatdan zaminga tushib ketinglar. Sizlarga ajlinglar to'shqanga qadar yer yuzida yashash va uningdan foydalanishga ruxsat qilindi dedi. Odam tavbasining qabul bo'lishi uchun Allohdan bir qancha so'z ta'lim oldi. Alloh uningga tavba istig'forni bildirdi. U: "Ey Rabbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizni mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lib qolamiz" deb tavba qildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Xatoligini afu qildi. Chunki Alloh tavba qilgan bandasini nihoyat bak mag'firat qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Alloh ularga: "Hammanglar jannatdan tushinglar. Sizlarga va sizlardan keyin uzilmay kelib turadigan avlodinglarga men tarafdan sizlarni hidoyatga yetaklaydigan yo'l ko'rsatkichi keladi. Shu chaqda mening yo'limga agashganlarga oxiratda hech qanday qo'rqinch bo'lmaydi. Ular bu dunyodan ayrilganligiga hargiz qayg'urmaydi" dedi. Haqdinni inkor qilgan, o'qib berilayotgan oyatlarimizni va Allohning birligini ko'rsatadigan dalillarni yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular do'zaxda mangu qoladi. Uningdan hargiz chiqolmaydi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga ato qilgan sonsiz ne'matlarimni aslanglar. Menga shukr qilinglar. Mening kitoblarimning va payg'ambarlarimning hammasiga iymon etinglar. Mening shariatimga amal qilinglar degan tavsiyalarimni ching tutinglar. Agar sizlar shunda qilsanglar, men sizlarga bu dunyoda ne'mat ato qilish va oxiratda nijotlikka erishtirishdan iborat va'damni ishga oshiraman. Sizlar mendan qo'rqinglar, meni inkor qilib, ahdinglarni buzib, mening azobimga tegishlik bo'lib qolishdan hazar aylanglar. Ey Isroil avlodi, men payg'ambarim Muhammadga nozil qilgan asli Tavratdan sizlar biladigan haqiqatga muvofiq keladigan Qur'onga iymon keltiringlar. Sizlar ahli kitob ichidan Qur'onni inkor qilgan kofirlarning tunjisi bo'lmanglar. Mening oyatlarimni dunyoning arzimas manfaatlaridan bo'lgan ozg'ini pulga setib etmanglar. Mangli itoat qilinglar, gunoh ma'siyatni tashlanglar. Men sizlarga bayon qilib bergan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqargan botilga aralashtirmanglar. Muhammad alayhisalomning kitobinglardagi sifatlardan iborat bu ochiq haqiqatni yushirishdan hazar aylanglar. Halbuki sizlar bu sifatlarning o'z qo'linglardagi kitobinglarda borligini obdan bilasizlar. Namozni Muhammad alayhisalom o'rgatgan bo'yicha to'g'ri yusinda mukammal o'qish, farz qilingan zakotni to'liq ado qilish va Muhammad alayhisalomning ummati ichidan Allohga ruku qiluvchilar bilan birga bo'lish orqali islom diniga kiringlar. Sizlarning va ulamolaringlarning kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyurib turib, o'zinglarni unutib qilishinglar nima degan qabih ish. Kishilarni islomdan iborat bu katta yaxshilikka da'vat qilmamsizlar. Halbuki sizlar Tavratni o'qib turasizlar. Uningda Muhammad alayhisalomning sifatlarini va uningga iymon etishning zarurligini bilasizlar emasmi? Sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar. Musibatlarga sabr qilish, toat ibodatlarda chidamliq bo'lish, gunoh ma'siyatlardan saqlanishda ching turish bilan va namozni mukammal o'qish bilan barliq ishlaringlarda Allohdan yordam tilanglar. Shaksizki, namoz Allohdan qo'rqadigan, jannatni umid qiladigan, o'lgandan keyin Rabbiga uchrashadiganligiga, amallardan hisob berish va mukofotini yoki jazosini olish uchun uning dargohiga qaytadiganligiga jazman ishonadigan kishilardan boshqalarga haqiqatan eg'ir keladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga ato qilgan sonsiz ne'matlarimni aslanglar. Bu ne'matlar yuzidan menga shukr qilib, minnatdorliginglarni bildiringlar. Mening o'z vaqtida sizlarga nurg'un payg'ambarlarni avatish va Tavrat, Injil orqali samoviy kitoblarni nozil qilish orqali sizlarni shu zamonlardagi jahon ahlidan ustun qilganligimni aslanglar. Qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda hech kimga qilchilik yordam qilinmaydi. U kunda Alloh kofirlarga shafaat qilishga ruxsat qilmaydi. Kofirlar dunyoning butun boyligiga ega bo'lgan azobdan qutulishi uchun ularning hammani bergan taqdirdimi ulardan fidiya qabul qilinmaydi. Ularga yordam qilish va azobdan qutuldirish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Ey Isroil avlodi,
Bizning sizlarni Fir'avn va uning tarafdorlarining qattiq zulmidan qutqizganlikdan iborat ne'matimizni aslanglar. Ular sizlarga eng qattiq azoblarni tetitatdi. O'g'illaringlarni o'ldirib, qizlaringlarni xizmatga silish va xorlash uchun tirik qoldiratdi. Buningda Rabbinglar tarafidan sizlar uchun sinoq, shundoqli sizlarni shu azoblardan qutuldirganligidek katta ne'mat bordir. Bu sizlarning va avlodlaringlarning har zaman Alloh taologa shukr qilishini taqozo qiladi. Ey Isroil avlodi, sizlar uchun dengizni yerib berganligimizni aslanglar. O'z vaqtida biz sizlar uchun dengizdan quruq yo'l ichib bergan va sizlar shu yo'l bilan qarish tarafga salomat o'tib ketgan edinglar. Biz sizlarni Fir'avn va uning qo'shinidan shundoqli suvda halok bo'lishdan qutqizgan edik. Fir'avn qo'shini bilan dengizga kirgan chaqda biz ularni sizlarning ko'z oldinglarda suvga g'arq qilib o'tgan edik.